Xullas, O'zbekistondan katta blogerlar kelishyapti futbol tomosha qilgani. Biz ham bilet olgandik. Maslahatlaring kerak. Biz bir dona biletni Portugaliya O'zbekistonga $700 olganmiz. Hozir narx qancha? 5750. Hozir 5700 ga chiqib ketdi mana. Nima deysizlar? Sotib soqani uraylikmi yoki borib mazza qilib mana 3 ta siyena bir xil mazza qilib aylanib kelaylikmi? Floridadan Texasga bosamizmi? Nima deysizlar? Mana katta blogerlarni yiqqan men ham. Bolalar, nima deysizlar? Uxlamanglar. Alo. Nima deysizlar? Boramiz xudo xolasa. Gilavni men debdi zo'r narsa bor. Mana. Mazza qilib tushungan. Charchamaydi odam. Da. O'shanga bitta kommentariyada yozib qo'yinglar, nima qilaylik?